Assalomu alaykum, hurmatli guruhdoshlar, tog'chilar. Bugun biz mana Surxondaryo viloyati Sarosiyo tumani Gulkar mahallasida yashovchi ulug' mana yoshi ulug' bobolarimizdan Almardonov Rustam bobomizni xonadonlariga xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bu kishini xotiralash hamda duolarini olish niyatida keldik. Hozir bu kishi 91 yoshda ekanlar. Quloqlari sal og'ir bo'lib qolgan ekanlar. Gapirolmayaptilar, gapni tushunmayaptilar. Alloh rozi bo'lsin, bu kishi duolarini oldik. Hammamizni haqimizga, xalqimiz haqida, yurtimiz haqlarida juda chiroyli bir duolar qildilar. Mana shu kishi tufayli mana hokim bobomiz ham kelib, mana shu ko'chalarni asfalt qilib, bu kishining duolarini olib, arava ham berib ketgan ekanlar. Bobomizni hurmatlaridan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر selamet besinler uydakiler nevreler bana çaka hatun bana çaka katta küçük hammaları sağ selamet olsunlar. Amin.